My friend. Qoyil. 10 yil bo'ldi ya Toshkent kelmaganingga. Ketdingmi? Let's go. O'zimizni tabiatga yetmaydi-da. Baxtiyor, mashinangda nimadir sasiyaptimi? Rostdan a? Yo'q. Men sezmayapman lekin. Bu proyektni ishi tugadi. Keyingisini ko'rsataman. Yaxshi. Nimadir sasiyaptimi? Keyingisini ko'raylik. O'tirib salla hali ham Farhod. Mancha Yevropada tajribani qitcho'lardan o'rganib kelganman. Bir vaqt o'zdachi, bir emas, 3 ta kompaniyada ishlagan vaqtlarim ham bo'ldi. Xos. Nimadir sasiyaptimi? Oynani oching. Issiq u. Och. Nima sasib ketdi lekin bor. Ya xormaylar. Nima sasiyapti? G'alati hid kelyaptimi? Sezyapsizlarmi? Sasiyapti nimadir? Menga qara. Oling. Qildilaring kelganimdan beri hamma sasiyapti deysan. Nima sasiyapti o'zi? Zafar qo'y og'ayni qo'y iltimos. Hech bo'lmasa sen gapir, nima Qo'y sasiyapti? aytaman. Qo'y bor. Tiling sasiyapti og'ayni. Shu kelganingdan biri sasiydi-da. Qanaqa aytishni bilmay turdik. Of. Dahshat. Bu tilingizni chertib yoribsiz-ku? Nima? Voy So'kinmang, hozir tilingiz uzilib tushadi. doktor, nima qilaman endi? Birinchidan so'kinmang. Ikkinchidan g'iybat qilmaysiz. Keyin o'zi sekin-sekin yaxshi bo'lib ketadi. Voy. Yon san. Say. Yonnas. Qo'p qo'ygan. So'kinma.